Agar terida mana shunday o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, qaysi gormonlarga qon topshiriladi? Demak, birinchi ayollarimizda ko'p uchraydigan shunday o'zgarishlarning sababi bu kamqonlik. Shuning uchun kamqonlikka tekshirish kerak, ya'ni общий analiz крови, ferritin va boshqa anemiyani belgilarini ko'rish kerak bo'ladi. Ikkinchi eng ko'p uchraydigan sabab bu buqoq kasalliklari, ya'ni gipotireoz, autoimmunный gipotireoz, subklinический, то есть qalqonsimon bez bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, shunda ham mana shunday o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun TTG gormon tekshirilishi juda muhim. Va uchinchi eng ko'p uchraydigan sabab bu saxar, ya'ni glyukozani tekshirish tavsiya etiladi. Lekin baribir shifokor ko'rigi, so'rab surishtirish va shundan keyingina analizlar buyurib beriladi.